Assalomu alaykum do'stlar. 2026 12 aprel Namangan viloyati Chust tumani Qiziltepa degan qishlog'idamiz do'stlar. Rubitsa o'riklarimiz kesishga keldik. Aprelda ham kesiladi do'stlar. Bunda hozir mana shu shoxlarini men ko'rsataman. Olib kelinglar yaqinroq. Mana shu 4 ta shoxdan tanlab turib do'stlar bitta lider qo'yamiz, mana lider qilib. Mana liderini ko'ryapsizlar. Bu tomonni ham shu lider qilib yakkalab qo'yamiz. Yakkalanish deydi. Bu holatlarni ham do'stlar hozir men yana sizlarga ko'rsataman. Do'stlar buni qilishdan maqsad shuki, shuni ichida yakka lider qilib, mana 5 ta 6 donadan lider qilib tiklab olib, ana holatga olib kelish, mana bu tomonni olib kelingda. Mana holatlarga olib kelamiz. Mana shu tayyor. Mana shu holatga olib kelib, bundagi bo'layotgan 2 ga kiryapti. 2 yoshlik, tagi o'zi sinirosda bo'lgan, mana rubitsa o'rik. Bu ham rubitsa o'rik, bu ham. Buni endi kesilib qo'yilgan, shox tanlamay kesilganlarini ko'rsatgani mana bu holat mana do'stlar. Bir baho berasizlar. 5 dona, 6 donadan qo'yganmiz. Xudo xohlasa buni faqat haligi qanaqa usul desa, turba deyiladi. Hisobdalik qo'yib mayda shoxchalarni qo'yib ko'tarib yuboramiz do'stlar. Shuning uchun hozirdan mana apreldan boshlandi buni kesishi. Mayda oxirida yana kesamiz, avgustda yana bir qator kesamiz. Ko'rasizlar do'stlar. Mana shu bo'yiga chiqarib, ikkidan bitta kesib tayyor bo'ladi. Rahmat, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. 2026 12 aprel Namangan viloyati Chust tumani Qiziltepa degan qishlog'idamiz do'stlar. Rubitsa o'riklarimiz kesishga keldik. Aprelda ham kesiladi do'stlar. Bunda hozir mana shu shoxlarini men ko'rsataman. Olib kelinglar yaqinroq. Mana shu 4 ta shoxdan tanlab turib do'stlar bitta lider qo'yamiz, mana lider qilib. Mana liderini ko'ryapsizlar. Bu tomonni ham shu lider qilib yakkalab qo'yamiz. Yakkalanish deydi. Bu holatlarni ham do'stlar hozir men yana sizlarga ko'rsataman. Do'stlar buni qilishdan maqsad shuki, shuni ichida yakka lider qilib, mana 5 ta 6 donadan lider qilib tiklab olib, ana holatga olib kelish, mana bu tomonni olib kelingda. Mana holatlarga olib kelamiz. Mana shu tayyor. Mana shu holatga olib kelib, bundagi bo'layotgan 2 ga kiryapti. 2 yoshlik, tagi o'zi sinirosda bo'lgan, mana rubitsa o'rik. Bu ham rubitsa o'rik, bu ham. Buni endi kesilib qo'yilgan, shox tanlamay kesilganlarini ko'rsatgani mana bu holat mana do'stlar. Bir baho berasizlar. 5 dona, 6 donadan qo'yganmiz. Xudo xohlasa buni faqat haligi qanaqa usul desa, turba deyiladi. Hisobdalik qo'yib mayda shoxchalarni qo'yib ko'tarib yuboramiz do'stlar. Shuning uchun hozirdan mana apreldan boshlandi buni kesishi. Mayda oxirida yana kesamiz, avgustda yana bir qator kesamiz. Ko'rasizlar do'stlar. Mana shu bo'yiga chiqarib, ikkidan bitta kesib